O'zingiz 45 yoshdasiz, lekin yuzingizda ajinlardan qutulib, to'chkachalardan qutulib, yuzingizni oqartirib, tiniqlashtirib, shu go'zalak deydi o'zi turkchada, nima deydi o'zimizda, teshikchalardan qutulib, poralardan qutulishni xohlasangiz, shu maskani bir haftada bir qilib turishingiz kerak. Boshladik unda. Yogurtimizni olamiz. Kichkina qoshiqcha bilan 2 ta qoshiqcha yogurtimni oldim. Farqi yo'q, qanaqa yogurt bo'lsa ham, lekin qishloqniki bo'lsa yanada yaxshi. Zaytun yog'i original bo'lishi kerak qizlar. Zaytun yog'ini olasiz. Tomchilating. Yarim qoshiqchaday. Endi original asalingizni olasiz. Kichkina qoshiqcha bilan. Endi uchalasini yaxshilab aralashtiramiz. Qimmat kremlaringiz yo'lda qolib ketadi. Aralashtiramiz. Endi yuzimizni hech makiyaj bo'lmagan yuzimizga surib olamiz. Sochingizga tegmasin, yaxshilab yig'ishtirasiz. Paxta bilan nima bilan sursangiz farqi yo'q. Yaxshilab masaj qilib suring yuzingizga. 15 minutdan keyin yuvib tashlang. Sizga maslahatim bir martalik tayyorlab ishlating. Endi yuzim yuvib kelsam ham bo'ladi. Hammasini surdim va 15 minut kutdim. Yuvib keldim, foydasi bo'lmaydi demang, qizlar, foydasi bo'ladi. Qilib turishimiz kerak shunaqa maskalarni. Bu foydali bilgini hammaga yuborib qo'yishni unutmang.